Yana ertadan bugun sening kuning deb yangi uchastkaga olib ketadi. Yangi uchastkada nima qiladi deb o'ylayapsizmi? Mana shu narsalarni tashib, ularni uborga qilish kerak. Uy ichida bo'lsa butun mahallaga yetadigan chang bor edi. Kecha o'zimcha kulturni parazitlarga o'xshab boshida maska taqib ishladim, keyin qarasam bo'lmayapti. 50 grad issiqda taqib maska taqib qo'yganman. Nafas ololmay bo'larim bo'ldi. Keyin bo'lsa hamma joyi chang bitmasdan sekin sipirishni boshladim. Nimaga pilsos qilmadi deb hayron bo'lsam, pilsosi orqasi chidamadi. To'g'ri tushuninglar, orqasi chidamadi degani bo'lgur pilsosi chang yutgich desam, u chang ishlab chiqargich bo'lib orqasidan chang chiqargan. Boray hamma joyi rasvoy jahon qilding dedim deb pilsosi olib chiqib tashlab sekin sipirishni boshladim. Hamma joyi akkuratni qilib sipirib bo'lgandan keyin bir payt pollarni berilib artayotganimda hamma ustalarni shu yerdan gruppovoy o'tkazib kelib qoldi-yu. Xuddi men pollar tishimni kutib turgan. Shu payt jahlim chiqib ketib, o'zimga o'zim 2 minut dam e'lon qildim. Yuzimdan oqayotgan bir chelik suvga даже cho'lkalarim ham dosh bera olmay qotib qoldi. 2 minutlik katta tanaffusumdan keyin hamma joyi pollarni shunaqa aylanib jinnilik qilib artishni boshladim. Podokolnik oldiga kelsam ahvoliga qarab bo'lmaydi. Ustalarimiz devorga suramiz deb podokolnikka shpaklyovka surib qo'yishganmi deb o'ylab qoldim. Даже batareyalarni ham ustida xuddi chumchuq aqib ketgandek dumaloq bo'lib oq bo'lib yotdi. Shu paytda anu gap esimga tushib ketdi. Shampun, konditsioner bilan sigaret yaltillab ketdi deydi-yu, menda ham hamma joy yaltillab ketdi. Mayli, endi qolgan joylarni ham yaltiratib qalbimga o'xshab kristalni qilib qo'yib o'tirdim. Hech tinch qo'ydim. Ustalar ham birin ketib men artayotgan joylarga qadam ranjida qilib kirib chiqib yurishdi. Hozir kirib ketdilar bo'lmasa, yana qaranglar, hozir yana qaytib chiqib keladi. Tag'in xijolatdan bo'lib qo'yaylar. Mayli, amaki xijolat bo'lmaydi dedim, mana qolgan ishlarimni davom ettirib ularga kadrga tushish yoqib qolibdi, akazivchi. Bu yoqdan ham o'tib ketishyapti mana. Xullas, qizlarim xonasini eshigini top-toza qilib artib bo'lgandan keyin shu zinalarga qarab turib, endi shu zinalarni artishim kerak deb turdim. Bir payt urush boshlangandek taraqqiq bo'lib ketdi. Qarasam, anta konteyner uchun devorni teshishayotgan ekan. Bo'ldi, yana hamma joy enasini ko'rdi dedimda, jahl qilib zalga kirib ketdim. Zalda ham pollarni shiqillatib artib tashladim. Bir payt shu ishlardan qutqarish uchun Umid akam kelib, bo'ldi, charchadik, endi keta qolamiz dedilar. Ozgina maslahatlashib turdik-da, qarasam podokolnik qolib ketgan ekan. Yana-chi ishim chala qolib ketmasin dedi, shu podokolnikni ham oxirigacha artib qo'ya qolaylik. Aytgancha negativchilar, pol ham shu lattada, chang ham shu lattada artyapsizmi demaylar. Bitta chiqib zavod portlab ketmagan, bu lattadan qirilib yotibdi. Bugungi uborkamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Eski uylar nima qolsa deb so'raganlar uchun eski uyimiz sotuvga qo'yildi, qizlarjonlar. Agar seriozdan qiziqadiganlar bo'lsa, shu nomerga murojaat qilasizlar. Keyingi rasmda ko'rishguncha hammaga xayr.